Qizim, tinimsiz temperaturang chiqib qiynalib ketding-a. So'nggi paytlarda bolalarda 5-7 kunlab 39-40 gradusgacha temperatura ko'tarilib ketyapti. Eng yomoni bu paytda ota-onalar vahima qilib darrov antibiotik berib yuborishyapti. Bu eng katta xato. Kasallik o'z nomi bilan aytib turibdi. Virus, bakteriya emas. Bu paytda antibiotik ta'sir qilmaydi degan ma'lumotlarni asosiy qismiga o'taman. Siz esa like bosib kuzating. Virusli jarayonda organizmga antibiotik kirsa, u yoqdan bakteriyalarni topolmaydi. Chunki bakteriya yo'q. Shuning uchun kerakli bo'lgan bakteriyalarni, ya'ni mikroflorani olib chiqib ketish natijasida immunitet tushib ketadi va qarabsizki, tez-tez qaytalanib kasal bo'lib qoladi. Bunda qachon antibiotik berish kerak? Umumiy qon tahlili topshirib, agar antibiotikka pokazaniya bo'lsa, shifokor nazorati bilangina berish kerak. Bo'lmasa, virusga qarshi simptomatik davolashda davom ettirish kerak. Bitta savol beray. Farzandingiz kasal bo'lganda antibiotik bilan tuzatish tarafdorimisiz yoki antibiotiksiz? Javobingizni kommentariyada yozib keting, juda ham qiziq. Bunday vaqtda nima qilish kerakligini videoni opisiyaniyasida yozib qoldirdim. Faqat erinmay o'qib chiqing. Farzandingizning sog'ligi uchun oltinga teng ma'lumotlar bor. Agar bu maslahatlarim foydali bo'lgan bo'lsa, farzandi bor yaqinlaringizga ham ulashing va obuna bo'lishni unutmang.